Assalomu alaykum hammaga. Bugungi navbatdagi grammatik qo'shimchamiz qanaqa grammatik qo'shimcha? Bu ro grammatik qo'shimchasi hisoblanadi. Ro grammatik qo'shimchasi haqida tushuncha berib o'tamiz. Bu qo'shimcha harakat yo'nalishi, vosita, usul yoki sababni bildiradi. 4 ta holatda ishlatilar ekan. Hozir birinchi biz fe'llarga buni otlarga qanday qo'shilishini ko'rib o'tgandan keyin holatlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Agar so'z undosh bilan tugasa qo'shiladi. Masalan, kal so'zi. Kal bu pichoq degani, kallo bo'lsa pichoq bilan. Ro albatta agar so'z unli bilan tugasa ro qo'shadi. Masalan, possi avtobus. Posro bo'ladigan bo'lsa bu avtobus bilan, avtobus orqali deb tarjima qilinadi. Istisno joyi bor bitta, qarangizlar. R bilan tugaydigan so'z, masalan, kil so'zi R bilan tugayapti. Biz qoidaga muvofiq undosh bilan tugagan so'zga ro qo'yishimiz kerak edi. Yo'q, lekin bu yerda R harfi bo'lgani uchun va bu ro bilan boshlanadigan grammatik qo'shimcha bo'lgani uchun bu yerda bitta istisno joyi bor. Bunga ro qo'shiladi va killo deb talaffuz qilinadi. Killo bu yo'l bilan deb. Xo'p, endi bularning har bittasini holatini ko'ramiz. 4 ta holat haqida boya sanalgan edi. Vosita. Masalan, men ovqatni cho'tkarak yoki qoshiq sutkarak bilan yeyapman. O'shani ifodalashda cho'tkaragiro mogoyo. Cho'tkaraki bilan yeyapman yoki bossiro kayo. Avtobus bilan boraman, avtobusda boraman, avtobus orqali boraman. O'shanday tarjima qilinadi. Ikkinchi holat bu yo'nalishga nisbatan tomonga deb tarjima qilinadi. Masalan, hakkyoro kayo bo'lsa maktabga boryapman, maktab tomonga boryapman. O'rinchogro kaseyo, o'ng tomonga boring. O'shanday tarjima qilinadi. Uchinchi holatimizga qaraymiz. Bu usul. Yo'l, ya'ni masalan hangukmallo marechuseyo, ya'ni iltimos koreys tilida gapiring. Bu usul haqida ketyapti. Yongoro marhessoyo, ingliz tilida gapirdim. Qanday usulda gapni ifodalashimizni mana shu holatida qo'llaniladi. Eng oxirgi, eng kam uchraydigan holat bu sabab natija. Masalan, kamgiro pyongwone kassoyo. Bu nima deyapti? Shamollash tufayli kasalxonaga bordim. Shamollash tufayli, sababli. Bu yerda sababni ifodalayapti. Aslida sababni ifodalaydigan grammatik qo'shimchalarimiz ko'p, lekin ro bilan ham ifodalasak bo'lar ekan. Ro grammatik qo'shimchamizga tushundik degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'linglar.